Do'stginam, men seni ko'z qoshing bo'lay. Siringni ochsang gar sirdoshing bo'lay. Nogahon boshingga musibat tushsa, men uni yenguvchi bardoshing bo'lay. Olis hayot yo'llarida hamrohim, yaxshi yomon kunlarimga guvohim. Dard u alam istamlardan panohim, chin do'stimdan ayirmagin Alloh. Menga shu gilomingiz yoqdi. Shuni ora berasiz. Opajon, undan ko'rachi Samarqandda gilomini ko'ringda ikkita beradi buning narxiga. Yuring opa, dahshatlari bor, men sizga ko'rsataman. Yuring. Yo'q, menga shu yoqdi. Opa, omalekinchi, xohlasizchi, Turkiyani ham Eron bilan birga bir ishlangani bor. Kачествоsi bundan ham zo'rchi, opajon. Dahshatlari bor. Hamma remontingizga tushadi. Turkiyaniki yorib yuboradigan bor. Yuring ko'rsataman. Buncha gapni ko'paytirdingiz. Menga shu yoqdi, shuni ora bering. Rosa harakat qildim. Fikringizdan qaytarishga o'xshamadi. Pochchamga omonati qaytarib berib qo'yasiz. Omachi opajon, Eronda eng zo'r gilomini tanladingiz. Shunimi? Ertalabki kofeni qanday videoga olish kerak? Saqlab oling. Bor yo'g'i 5 ta kadr yordamida zo'r videoga olishni o'rganasiz. Birinchi kadrimiz 2x da stakanga kofe solamiz. Keyingi kadrimiz biroz pastdan suv quyamiz. Yana yuqori rakursdan stakanni olamiz. Keyingi kadrimiz esa oyna oldida bo'ladi. Kameramizni 2x ga joylashtirib olamiz va общий planda syomka qilamiz. Keyingisi yana oynani oldida faqat 5x da olamiz. Ideyani saqlab olib, menga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa natijani ko'ramiz. Mayli quyosh otmasa otmasin, tun botmasa botmasin, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Mayli osmon yig'lasa yig'lasin, sen yig'lamagin gulim. Qanday qilib ertalabki ritualni chiroyli va oson videoga olamiz? Telefonni ustimizga qo'yamiz va qo'l chozishimizni olamiz. Keyingi kadrda rakursni divanni bir burchagiga to'g'rilaymiz. Kameramizni 2x ga qo'yamiz va pokrivala yopamiz. Keyingi kadr 3x da shkafdan biron bir kiyim olamiz. Keyin esa stakanga suv quyayotganimizni olamiz. Polkadan kitobni olamiz va oxirgi kadrda asosiy planni biroz devor to'sib turish kerak. Ushbu nastroyka va rakurslarni eslab qola olmaysiz. Shuning uchun saqlab oling. Endi natijani ko'ring. Qanday qilib dugonangizni estetik syomka qilib qo'yish mumkin? Videoni oxirigacha ko'rib, o'sha dugonangizga yuborib qo'ying. Birinchi kadrimizda restoranga kirib ketishini olamiz. Ikkinchi kadrimizda shirinliklar tayyorlayotganini olamiz. Har bitta kadrimizga har xil переходlar qo'shamiz. Ushbu kadrimizni 0.5x da oldim. Keyingi kadrimizni bo'lsa 2x da oldim va albatta detalli kadrlarni qo'shishni unutmang. Endi esa natijani ko'ramiz. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni? Hamma bu yoqqa qarasin. Dahshat sovuq. Muncha sovuq. Menga toza havo kerak.
bahorlarda ochilgan boy chechagim bog'larimga sochilgan boy chechagim bahorlarda ochilgan boy chechagim bog'larimga sochilgan boy chechagim bu chiroyli aytgulim qaydan olding yuragimga muhabbat kuyin solding bu chiroyli aytgulim qaydan olding yuragimga muhabbat kuyin solding boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarday sochilgan boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarday sochilgan boy chechagim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim chiroyingni ko'rib men suyib qoldim qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim Mana KFC'lar ham olindi. Biz hamma yoqda olib bo'ldik. Endi birinchilardan bo'lib, mana orqada qizlar yo'lga chiqyapmiz. Ashundan cho'ta tatib ko'rgim kelyapti. Hech bitta frista yeb ko'raymi? Ahmad. Nima mashhur oling. 5 dollar. Mama qizlar beringlar marojnilarini. Keltiringlar. Teparada, ha. Hozirgi hodisalarni yoritish kerak. Mana biz joy qidirib yuribmiz. Tekis o'sha idealniy joyni. Voy, maytam chiroyli ekan, qaranglar, suv ko'rinar ekan. Ana o'sha mashina turgan joy tekis ekan. Ha. Yo'lda ketdingmi? Qani tushaylik-chi? Voy. Mana bizda dekoratsiyalar olinyapti. Nurxonchik har doimgidek. Qizlar, biz yetib keldik. Havoya zakasnoy bo'lyapti o'zi pram. Allohim mehribonchiligi shida baytlarga kelsa odam birinchi o'rinda bunaqa Allohning mo'jizalarini ko'rib subhanalloh deyish kerak. Chunki buni inson qo'li bilan yaratib bo'lmaydi. Buni faqatgina Alloh shunaqa qilib, chiroyli qilib qirlarni ko'rpa qo'ygandek to'shab qo'ygan. Mani ismim Amina Halol emas. Qadrli kuzatuvchilarim, men Nazira Rasulovaman. Bunday reklamalar chiqsa iltimos ishonmanglar, bularda hammasi yolg'on. Mani videolarimdan, rasmlarimdan, barchasidan mendan beruxsat olgan ravishda pulingizni ko'paytirib beramiz, 500 ming deb 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab pulini olishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, halol va qonuniy ishlayman. Menga birov haqqi kerak emas. Xudoga shukr 3 ta bolam bor, baxtini o'ylayman. Haromlik menga sizga to'g'ri kelmaydi, axir biz musulmonmiz-ku. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib, shuncha pulga tushib qolishyapti. O'zim ham hayronman. Topsangiz bo'lmaydimi? Ustilardan yozib bersangiz bo'lmaydimi? deb hamma yozyapti. Qizlar, men shuni qilmasmidim. Ular hozir qidiruvda. Agar rostdan men bo'lganimda, hozir men ozodlikda yurmasdim. Sababi uni ustidan ariza juda ham ko'p. U odamlar chet elda yashaydi. Hech qachon siz pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu masalada juda ham charchadim, juda ham jonimga tegdi. Oxiri yana ogohlantirib, yana bitta video chiqaryapman. Iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa reklamalar chiqsa, imkon qadar o'sha videoga spam bosinglar. Hammalaringga rahmat. Videoni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam berasizlar degan umiddaman.